faoliyatni o'zaro bir-biri bilan aloqadorligi bo'yicha 3 ta tarkibiy qismni ajratib ko'rsatadi. Bu konstruktiv tashkilot o'qitish uchun juda ham muhim hisoblanadi va o'qituvchi va pedagog mahoratining tarkibiy qismlarida kommunikativ ham asosiy rol o'ynaydi. Chunki siz muloqot o'rnata olmasangiz, ishdan bala qilinmaydi o'qituvchi bilan. Hali amaliyotga chiqqanidan ko'rsa, bu hammasi tizimlashtirish, bu konstruktiv, ya'ni o'quv rejani reja bo'yicha ma'lumotlar ketma-ketligi, hop nazariyada o'tdi-ku, soddadan murakkabga qarab ketishi, bu konstruktiv reja bo'lishi bo'ladi. Tashkilotchilik esa shu yerda siz o'zingiz sharaf qo'shishingiz kerak emas. Buni shu maktab ishlasizlar, direktor, oliy ta'lim bu yaratilishi va taqdirlanadiganlar pedagog faoliyatiga asossiz aralashish. Ya'ni sizning faoliyatingizga hech kim asossiz, ya'ni hech qanaqa sabablarsiz aralasha olmaydi. Kasbiga aloqador bo'lmagan ishlarga jalb qilish. Ya'ni oldin bilsanglar, oldinlashtirishgan, chiqib ketgan, mahallalarda yurishgan, aholini ro'yxatga olishgan, hammasi chiqib ketgan. Shular qonun bilan belgilangan mana pedagog